sizlar egzamin topshirdingizlar unda, tabriklayman. Rahmat. Nechun desangizlar, soridan bosmadingizlar, 0 o'tdingizlar. Aralıkı 1 santim 2 santim oldu. Yani ben pravanım. Pravanimi? Bo'ldi, topshirdingiz. Pravan yumaqa ketamiz endi. Ha, bundan ham bu. Sigareti bor ekan mana dedik aka. Shu Rossiyada o'qiganman 2012-yilda, shu yerda mashina deymanlarda. Qarasak bu prava bizani yerimizga o'tmaydi ekan. Bu imtihon ishxonasida. Bu yerda testga tayyorlanadilar. Bu yerda shu 100% tayyor bo'lgandan keyin imtihonga yeriladi. Bizning maktabimizda B kategoriya bor, B kategoriya bor. B'dan S bor. Avval B o'qib qo'ygan bo'lsa, hozir keyin sinov o'qishi mumkin. Keyin S bor. Katta furallarning orqasiga tirkama qo'yib haydash mumkin. Keyin B degan kategoriya bor. Kichik avtomobillarning orqasiga tirkama qo'yib haydash mumkin. Bizda hammasini litsenziyasi bor. Ye kategoriya o'qiyman desangizlar, yana mashina istaradi. Taptaza mashina galasda ishida o'rganasizlar. To'g'rimi Jamshidbek? Gap yo'q ama. Ayollar uchun обязательно ayol instruktor bor. Nazariy darsliklarni uyda bemalol mustaqil tayyorlansa bo'ladi. Maktabga kelish shart emas. Lekin amaliy darsliklar uchun maktabga kelish majbur. Bu yo'l harakati qoidalarini o'rgatish xonamizda. Bize o mustaqil uyunda tayyorlanganini bu yerda o'tirib tekshirib o'tiramiz. Nechasini to'g'ri bajardi, nechasini xato qildi, qachon soat nechada ishladi, hammasini bu yerda bemalol kuzatib o'tirish imkoniyati bor. Galasdayna shunning o'zida xudo xolasa men o'ylayman, hazratib mashinalarni haydab, o'rganib barib alandan keyin yarib kelaverasizlar. Xudo xolasa. To'g'rimi? Xullas, ulli mashina deyman desangizlar kelaverasizlar. Zo'r ekan lekin kichkina mashinadan ko'ra. Orientirlarni tushuntiradigan bo'lsam, Urdu universitet. Bu yerda Darital tarafdan kelasizlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ko'p yozdingizlar, avtoshkoladan bir ma'lumot beringlar dedingizlar. Xudo xolasa bexatar yo'l avtoshkolasidan ham kirib keldik. Sizlar uchun yangiliklarni izlab. Bugun menimcha sizlarga bir manfaatli videolardan biri bo'ladi. Kim shu prava o'qiyman deb yurgan bo'lsa, yo bo'lmasa men o'xshab Rossiyada prava o'qib kelgan bo'lsa, sizlarga o'zbek pravasini olishda o'z xizmatini oyamidon bexatar yo'l avtoshkolasi shu yerda. Bu rossiyskiy pravani men bir vaqtlar o'qiganman 2012-yilda shu yerda mashina demak qarasak bu prava bu yerda yurmaydi ekan. Bu prava bilan yo'lda chiqadigan bo'lsangizlar, g'ayet tutadigan bo'lsa, to'g'ri jarima maydoni mashinasida ketadilar. Bu rossiyskiy pravani bilan haydash uchun men ya bo'lmasa Rossiya fuqarosi bo'lishim kerak ekan. Shuning uchun men o'zbek fuqarosiman, menga to'g'ri yemidi ekan, faqat bu Rossiyada amal qiladi bizlar uchun. Yanglamasizlar, manzillarni tushuntiraman, neda joylashgan bu o'qishimiz. Bu yo'limiz Covid yo'li deb aytiladi. Covid desak endi hammamiz yaxshi bilamiz. Orientirlarni tushuntiradigan bo'lsam, Urdu universitet. Bu yerda Darital tarafdan kelasizlar. O'ng tomoningizda joylashgan bo'ladi. Ikkinchi svetoforda o'tib kelasizlar. Agar bu tomondan keladigan bo'lsangizlar, Qirziyatni bo'yi desak ham bo'ladi. Aylanamiz уже Moskovskiy ko'cha bo'ladi bu yerimiz. Xullas, ishida joylashgan avtomaktab. Shu yerga kelaverasizlar. Esa ichariga kiramizda hamma ma'lumotlarni icharidan mutaxassislar o'zlaridan bilib olamiz. Bugun bizlara xudo xolasa Jamshidbek ukamiz shu o'qishdagi jarayonlardan o'zing so'zlab, ko'rsatib, nechta yo'l tartiblari hamma ishini birinchidan o'zing tushuntirib berarsan. Bo'ladi. Xudo xolasa. Bir savolim bor shuni boshlamasdan burun. Yana men ko'chadan aytib o'tib ketdim. Endi rossiyskiy pravo men bir vaqtlari shu Rossiyada o'qiganman 2012-yilda shu yerda mashina deymanlarda. Qarasak bu prava bizani yerimizga o'tmaydi ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Bu Rossiyaning pravasi bizani O'zbekistonga o'tmaydi. Bizani O'zbekistonning o'zining pravasi bor, shu bilan haydash huquqini beriladi. Bu narsa bilan o'tmaydi. Bu narsadan ko'p odam keladi, qaytadan tayyorlab, qaytadan o'qishni qo'yib, ekzaminaga chiqib, как положение pravasini olib keyin haydaydilar mashinani. Bu vaj faqatgina fuqaro Rossiya bo'lsa o'tadi ekan bu yerda. Lekin bizlar o'zbek fuqarosi bo'lsa, rossiyskiy pravosi bo'lsa, bu yerda emas, Rossiyada o'tadi ekan. To'g'ri, shu gapingiz to'g'ri. Agar Rossiyaning fuqarosi bo'lsa, bu yerda harakatlansa bo'ladi bemalol. Endi Jamshidbek o'zing tushuntirib bersang, o'qishga kirib keladigan birinchi marta o'qishi kerak. Men yana yo'l-yo'riqni bilaman. Nechta birinchi etap girib kelish o'qishga. O'zi pravo 18 yoshdan.
Keyin bu kategoriya bor, B kategoriya bor. Bizning maktabimizda bu kategoriya bor, B kategoriya bor. B'dan S bor. Avval B o'qib qo'ygan bo'lsa, hozir keyin S ham o'qishi mumkin. Keyin S bor. Katta furallarning arkasına tirkama qo'yib haydash mumkin. Keyin B degan kategoriya bor. Kichik avtomobillarning arkasına tirkama qo'yib haydash mumkin. Bizda hammasini litsenziyasi bor. 2019-yilda tashkil topilgan maktabimiz. Shundan bana 100% biraz o'quvchilarni provali bo'lib yetdi bu yerdan. O'zi hozirgi kunda necha o'qiyman B uchun? Bu uchun 2,5 ay. Evvel 4,5 ayda hazır 2,5 aya düştü. Agar B'sini o'qiyacak bo'lsak 6 ay. 6 ay. Endi B'si bor, Y'ni o'qiyacak bo'lsa necha bo'ladi? 1,5 ay. 1,5 ay bo'ladi, Y kategoriyasi. U uchun prinsipli mashinalar bor. Hammasi bor. Avtodromda turibdi, yuk mashinamiz ham bor, prinsip ham bor. Masalan, liboy vaqt avtodromga borsangiz tayyor turibdi mashinalarimiz. Endi yengil mashinalarni ko'chada ko'rdingizda, xatarlashib turibdi. O'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Gentra deysan, Gentra keyin qolaversa, masalan, meni ota-onalar qizini o'qitacak. Masalan, hozir yana ayol qizlar ko'p-ku yo'lda. Necha bo'ladi uning o'qishi? O'zi shu narsa ko'p avtomaktablarda muammo, bizda ham avval shu narsada bo'yicha ko'p muammolar edi. Uni ilojini qilib tashkillashtirdik. Ayollar uchun обязательно ayol instruktor bor. Ayollar uchun обязательно ayol instruktor o'rgatadi, xolasa. Bu narsada umuman muammo yo'q. Shuning uchun qizlaringizni bemalol yuboranglar, ayol qizlar o'zlari mashina haydashni o'rgataveradilar. Shunda medkomissiyadan o'tib kelish kerakmi ular? Necha bo'ladi? Siz pasportda kelsa bo'ldi, o'zingiz yozib berarsizlar. Yo'q, pasportda keladi, keyin med spravkasi kerak. Med spravkadan o'tgandan keyin biza baza qo'yib, o'qishga qo'yib berishimiz imkoniyatimiz bor. Shunda maktabni o'zida necha o'qigandan keyin mashinaga chiqadilar? Maktabning o'zida o'zi hozir avval o'zi bir 10 kunlik o'zi o'qishi bor edi. Hozir unda emas. Hozir B kategoriyaniki nazariy darsliklarini uyda bemalol mustaqil tayyorlansa bo'ladi. Maktabga kelish shart emas. Lekin amaliy darsliklari uchun maktabga kelish majbur. Amaliy shu gen günündən bizə avtodroma yopiq maydonda avtodromda boshlanadi nələr darsliklari. Keyin bizə ko'ra amaliy mashqlar uchun hozir pul to'lasak, masalan, doğrusu aytib qo'y, pul naqd konkret. Bize amaliy mashqlar uchun bizlara pul to'lasa, bize shunlarning ichida xalqimizga yengillik bo'lishi uchun nazariy darsliklardan bo'ynimizga olib qo'yamiz. 100% nazariy darsliklardan o'rgatilib, 100% ekzaminat yaratamiz. İmtihon markaziniki bilan bir xillanma narsa. Nazariy degandan chiqib, masalan, men tushunmayman uni. Tezda tayyorlanadi, mustaqil havo. Keyin agar uyda tayyorlash imkoniyati bo'lsa, necha tayyorlansam bo'ladi deydi. Bizlar ekzamin dokumentini topshirgandan keyin o'zining platformasi bor, platformasini chiqartiradi. Bizlar login parol beramiz. O'zining shaxsiy kabineti bo'ladi, o'zining shaxsiy kabinetidan girib, mustaqil uyda tayyorlanadi. Bizlar u mustaqil uyda tayyorlanganini bu yerda o'tirib tekshirib ham o'tiramiz. Nechasini to'g'ri bajardi, nechasini xato qildi, qachon nechada ishladi, hammasini bu yerda bemalol kuzatib o'tirish imkoniyati bor. Keyin qolaversa, sen az aytding-ku 2019-yilda bu o'qishimiz tashkil topgan deding, to'g'rimi? Shu 2019-yilda tashkil topgan bo'lsa, masalan, 20-yilda o'qib, provasini olminga ketgan yurtdoshlarimiz ham bo'ladi. Chet el ishlamagan, masalan, uyinda dokument yopdi. Masalan, sizlarni bexatar yo'l narsa, avtoshkolaning nomi, to'g'rimi? Bexatar yo'l. O'zi ekspres kurs deb aytiladi. Uni ekspres kurslarimiz mavjud. Agar bize 2019-yildan banda bizning maktabda o'qigan o'quvchilarimiz bo'lsa, qo'lina provasini olgan bo'lsa, 100% besplatni ekspres kursumizda mutlaq beramiz. Bizani pechat bilan kelinsa. Agar bizani pechat bilan kelmay, boshqa maktabning pechati bilan kelsa, ekspres kursimiz 10 kunlik, 12-13 kunlik bo'ladi, u pullik bo'ladi. Asal Jamshid qaysidan boshlaymiz uka? Qarang, ishdan kirgandan keyin imtihon olish xonasi, yo'l harakati qoidalari xonasi, keyin ichida avtomobillar tuzilish xonasi bor. Imtihon xonasidan boshlaymiz, keling. Ketdik. Bismillah, assalomu alaykum. Mumkinmi ekan domlalar? Yaxshimisizlar? Bu imtihon xonasida. Bu yerda testga tayyorlanadilar. Bu yerda shu 100% tayyor bo'lgandan keyin imtihonga yeriladi. Bu programmalar hozirgi ishlab o'tirgan programma shu Obulgaydagi programma ikisi bir xil. İmtihon markaziniki bilan bir xil, shu o'zlari platforma berib qo'ydi, shu ikkisi bilan bir xil, 0-0. Adashmaydi, ha? Yo'q, hech qanaqasi adashmaydi. Tushunarli. Yaxshi, bu xonani ko'rdik, esa endi bir xonani ham ko'raylik. Qarang, Yusufboy hozir dars o'tib turibdi, domlalardan biroz iltimosatni ko'ramiz. Ruxsat so'rab, lekin xalaqit beramiz. Yaxshi bo'lmasa, so'lanma. So'kish eshitamiz. Bismillah. Assalomu alaykum, domlalar mumkin? Mumkin. Ko'p xalaqit bor. Assalomu alaykum. Uzrli. Bu yo'l harakati qoidalarini o'rgatish xonamizda. Suyutiningmi nima? Suyuti borni yanoldi. Video proyektorda bo'lni o'rgatib domlalarimiz namoqda. Bo'ldi. Uzr domlalar, xalaqit bermadi. Bo'ldi. Yaxshi bemalol. Uzr yaxshi. Rahmat. Endi bir xonaga. Gang bir xonaga kelamiz. Keling, bir xonamiz. Bu
avtomobillar tuzilishxonasi, ya'ni kichik avtomobillar, katta avtomobillar hamma detallari bor bu yerda. Qalotkasidan tortib hamma ichinasini, miyasini, motorini, hamma tuzilishlarini o'rgatiladigan xona bu yerda. Har bir detalma-detal o'rgatiladi. Har bir detalma-detal, yengil avtomobillarniki, katta avtomobillarniki hammasi nelari, plakatlari bor bu yerda, yana masalan. Hisobchastlari bor. Yani şimdi avtoshkola yurtdoshlar, bize endi xudo xolasa hozir sen bilan Jamshidbek endi avtodromdan borib bir ko'rsak, Xudo yandan xolasa. chiqib turibdi hozir o'quvchilar yetgan bo'lishi kerak, bir yarim o'shanda berib Ha, bor, o'quvchilarimiz bor, mashinalarimiz shunda yuribdi. bo'ldi. Asa shana boramizmi? Xudo xolasa. Yetdik Bo'ldi, esa. yetdik yaxshi. Ha, usta baba ayting, B kategoriya bor, to'g'rimi? Var var. Yil o'qimaga keldingizmi? Evet, size okumak geldim. Siya keldingiz endi. Oo, xudosh. Inchi mashinada o'rganaverasiz yana. Y kategoriya kerak bo'lsa, siya. Xullas, to'g'rimi? Doğru doğru. Kichik mashina yengilmi? Yine o kadar fazla hemen işte. Basing asa, omad sira. Rahmat ilayim. Iloyim topshirib shu yema kategoriyani olib, ulni furalayni yurvering. Xudo rahmat Yaxshi. Xullas, Y kategoriya o'qiyman desangizda yana mashina sira. Top-toza mashina galasida ichida o'rganasizlar, to'g'rimi Jamshidbek? Gap yo'q ama. O'zi qarang, bu avtodromimiz ham imtihon markaziniki bilan bir xil. Ko'p avtomaktablarda muammo bor, lekin bir ikki avtomaktablarda bor. Gap yo'q, biz ham tashkillashtirib ko'pmiz. Ya'ni tirkamali avtomobil bemalol kelib, seyda neda tayyorlanishini bilmay yurganlar biz avtomaktaba murojaat qilsalar bo'ladi. O'qisham bor, tayyorlov kursimiz ham bor. Tushunarli. Kelaverasizlar. Menda Y prava yo'q-ku, nechta bo'ladi? Kelavering, xudo xolasa. Bir ko'ramizmi? Ava, Haydab ko'rgan emasman, lekin men o'g'lim mashina. bu Hamma ko'rsini tushuntirman, nechta bo'ladi bu? ulu mashin, kishi mashinadan angsat bu qayta. Ha, bundan ham bu. Sigareti bor ekan mana dedik axir. Heding qo'rqmay bering. Heding. İlk avtomobillarni doğru prema ikkinchisi ko'rsa harakatlantirsangiz ham bo'ladi. To'g'ri ikki o'zimda. Boqoy ham ular ekan-ku mana. Ava, qayta yengil avtomobildan zo'r buni. Shuni aytaman. Bemalol harakatlantirib bilasiz. Yana zadniya uraman endi. Qani ko'raylik. Lekin boqay kichkina mashinadan ko'ra ulug' mashina zo'r ekan. Zo'r ava. Ulu mashin angsat. Rullar ham yumshoq. Shuni aytaman. Elektron yaxshidi bular ruli. Mana mashinam rulidan yengil ko'pi. Qishak ketdim-ku men. Zarek bazarik. To'g'ri, ekzamenni zo'r topshiraman ekanman. Bexuda professional odam edi axir buni. Oho, yana ketadi ekan. Ha, sigaretim bundan ekan mana. Xullas, ulli mashina deyman desangizlar kelaverasizlar. Zo'r ekan lekin kichkina mashinadan ko'ra. Men ham o'qib qo'shimga o'xshaydi yana. Qani buni rushtoy ishimi? Ha. O, vozdушный ekan bu, ha? Xolostoy oldik, endi tushsak bo'ladi. Qani, usta boy ekan qani, haydan qani siz? Men bo'lmadim men, haydab bilmadim men. Qarang, damlasi harakatlanib o'tdi bemalol. O'zi B pravasi bor, bu C o'qib o'tdi. Bunga ishonch foydab biladi. Qo'lni tirkamarni chap boshqarishni o'rgatish uchun bir o'zi harakatlanib o'tdi. Damlalar kelib kam ko'stini taqlaydi. Bir kunda, ikki kunda xudo xolasa 100% tayyor bo'lib ketaveradi imtihonga. Men remen taqmadim lekin, ошибка o'sha birinchi remen taqmasang necha ball oladi? 5 ball. 5 ball yetdi mendan o'zi. Mena o'g'ladi-ku yana. Voy, ular o'zi o'rgangan. Gap yo'q. Jamshidbek shu insho avtodrom bilan ekzamen topshiradi. Avtodromni ikkisi bir xilmi razmerlari nechta bo'ladi? İmtihon markaziniki bilan bizning avtodromimiz 100% bir xil, hech yerda farqi yo'q. 100%. Avval bu yerda ekzamen topshiradi, keyin imtihon markazida topshiradi ekzamen. Ha, 100% da o'sha o'yin muonaga olib borasizlar. Voy, o'yin muonaga tushirib boramiz 100% bir xil ikkisi, farqi yo'q. Galasdayna shuni o'zida xudo xolasa men o'ylayman, hazratib mashinalarni haydab, o'rganib, borib alandan keyin yarib kelaverasizlar, xudo xolasa. To'g'rimi? Keyin to'g'ri prova olib ketaveradilar. Ava, yagona darchadan prova olib ketadilar. Yagona darchadan olaman hozir. Ava, ro'yxatdan yagona darchadan chiqadi, keyin yagona darchadan. Ha, endi men bilmayman-ku, avvalda boshqacha hozir tizim har xil bo'lib o'zgargan. Tushunarli. Asosan katta rahmat. Sog' bo'ling. O'qiyman deganlar, sizlar yana Jamshidbekka murojaat qilasiz, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol boraverasizlar maktabga, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Omon bo'linglar.